qilsak va mana shu jarayonni jadallashtirsak, biz hurmatli prezidentimiz ham bundan juda ham xursand bo'ladilar. Sizlar tanlab olingan 0.01% ishlayapsizlar. Ya'ni sizlarda shu imkoniyat bor O'zbekistonning o'zgarishiga. Qolgan 20 million odamni hayotiga ta'sir. Startup ya'ni sun'iy bilan birgalikda amalga oshirish boshlagan loyihalarimiz ham mavjud. Siz rahbarlik qilayotgan tashkilot bilan birgalikda qo'yib o'tganimizda demak venture fond orqali bu moliyalashtirishlarga ko'maklashsak ko'pgina ideyalar bor. Farmatsevtika sohasida, kelajakda biotexnologiya sohasida, sintetik biologiya sohasida, hokazo sohasida men yetakchi mutaxassis bo'lishim va shuni O'zbekistonda amalga oshirish kerak degan g'oya bo'lsa, sizlar matematika hisob-kitobini to'g'ri chiqaradi. Ushbu yoshlar bilan muloqotda Milliy biofarmatsevtika ilmiy tadqiqot instituti hamda Farmatsevtika texnika universiteti talaba yoshlari va mutaxassislari qatnashdi. Muloqot davomida yoshlarning ta'lim, ilmiy faoliyat, kasbiy rivojlanish va bandlik masalalariga oid taklif hamda tashabbuslari tinglandi. Ishtirokchilar tomonidan bildirilgan murojaat va takliflar yuzasidan tegishli mutasaddilar tomonidan fikr-mulohazalar bildirildi. Tadbir yoshlarning fikr va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ularning dolzarb masalalarga yechim topish bilan bog'liq samarali muloqotni mustahkamlashga xizmat qildi.